Bizda hozir ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi muhofaza etiladigan tabiiy hududlar departamenti bosh mutaxassisi Sobir Berdiyev ham borlar. Assalomu alaykum. Qo'riqlanadigan hududlarda biz bilamiz, hatto shunday ma'lumotlarga ham egamizki, u yerdagi yovvoyi hayvonlarni qirilib ketmasligi uchun davlat tomonidan ular boqilar ekan, shu to'g'rimi? To'g'ri. To'g'rimi? Avvalambor assalomu alaykum. Bizni muhofaza etiladigan tabiiy hududlar departamentimizda O'zbekiston bo'yicha 24 ta tashkilot mavjud. Bu qo'riqxona, milliy tabiat bog'lari, shunga o'xshagan muhofaza etiladigan tabiiy hudud hisoblanadi. Biz yovvoyi hayvonlarni doimiy ravishda muhofaza olganmiz. Inspektorlar, qo'riqlar xodimlari muntazam yuritadi. Bu hududda yovvoyi hayvonlarni biz bir yilda 2 marta bahorgi va kuzgi sanoq ishlarini olib boramiz. Tabiatda ko'payayotganligini, ularning kasallikka chalinayotganligi yoki ularning ko'payishiga nima ta'sir qilayotgani kamayishiga o'rganib chiqamiz hamda ob-havoning noqulay sharoitida biz yovvoyi hayvonlarni oziqlantirish ishlarini olib boramiz. Qalin qish quruqlik kelganda, suv qurg'oqchilik bo'lgan paytda biz xashak, suv, tuz shunga o'xshagan yovvoyi hayvonlar iste'mol qiladigan oziqalar berib boramiz yil davomida. Biz yilning faqat ob-havo noqulay sharoitidagina faqat beramiz. Biz yil davomida har kuni berilmaydi. Qachonki shu oziqani qorni tagida qolib ketadi-ku qashaylar. O'shani topolmagan paytda, oziqalar olmayotgan paytda biz ko'maklashamiz u hayvonlarga. Ko'maklashamiz faqat. Yurtimizda bugungi kunda ekoturizm jadal rivojlanmoqda. Hozir turgan joyimiz ham ekoturizm maskani hisoblanadi. Bu maskanlar bizning o'rmon xo'jaliklarimizda ham bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Bunga yaqqol misol keltiradigan bo'lsak, o'rmon xo'jaliklarimizning hududidan Burchumli o'rmon xo'jaligi, Zomin milliy tabiat bog'ida, Zarafshon milliy tabiat bog'ida, Bobotog' milliy tabiat bog'larida ekoturizm uchun marshrutlar ishlab chiqilib, sayyohlarga xizmat ko'rsatish ishlari olib borilmoqda. Albatta biz o'sha o'rmon xo'jaliklarining rekreatsion hududlarini belgilab olib, hududlarida ekoturizm ishlarini amalga oshiramiz. Tabiatga zarar keltirmagan holda yengil konstruksiyali mehmon uylari qurish rejalashtirilgan va bu ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirib borilmoqda. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, Zomin milliy tabiat bog'ida kempinglar, yengil konstruksiyali uylar, mehmonxonalar, mehmon uylari tashkil qilingan bo'lib, yil davomida xizmat ko'rsatib kelmoqda. O'rmon xo'jaligi agentligi tomonidan rekreatsion yuklamalarini kamaytirish maqsadida boshqa hududlarda ekoturizm marsrutlari ishlab chiqilmoqda. Albatta bu ekoturizm marshrutlari ishlab chiqilgandan keyin sayyohlarning oqimini boshqa hududga o'tkazish orqali biz rekreatsion yuklamalarga hozirgi kunda turizm sohasida eng birinchi o'rinda turadigan soha bu ekologik turizm hisoblanadi. Chunki global iqlim o'zgarishi oqibatida insonlar soya salqin joylarga talpinadi. Buning uchun albatta o'rmon xo'jaligi tomonidan hududlarni yashillashtirish zarur hisoblanadi, chunki daraxtlar ko'proq ekilishi kerak. Qolaversa shu o'rmonlarning o'zida ham ekologik maskanlarni ham ko'paytirishimiz kerak. Albatta dunyo tajribasidan kelib chiqqan holda, masalan Amerikada yoki Tailandda o'rganganimizda odamlarning tabiatga mehri baland va tabiatni asrashga birinchi navbatda e'tibor qaratishadi. Bu boradagi ishlar yurtimizda tashkillashtirilmoqda. Har bir ekoturizm maskanlarida kelgan sayyohlar o'rtasida ekologik madaniyatni oshirish maqsadida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ekoturizm sayyohlarni jalb qilish maqsadida o'rmon xo'jaliklari tizimida 50 dan ortiq eko marshrutlar ishlab chiqilgan. Kelgusida bu ko'rsatkichni bir barobarga ko'paytirish rejalashtirilgan. Davlatimiz tomonidan bugungi kunda Zomin va Bo'stonliq tumanlarida ekoturizmni rivojlantirish uchun alohida dastur ishlab chiqilgan. Shu dastur asosida bugungi kunda ishlar olib borilmoqda. Sohadagi yangiliklardan biri Zomin milliy tabiat bog'ida O'zbekistonda birinchi marta piknik zonalar tashkil qilindi. Ya'ni oilaviy dam olish. Endigi asosiy maqsadlarimizdan biri shu tashkil qilingan eko marshrutlarimizda servis xizmatlarini yuqori darajaga olib chiqishdan iboratdir. Protected areas create a connected ecological system, ensuring a variety of life and keeping the environment in balance. Uzbekistan has a wide network of these protected areas, covering many different environments and ecosystems. Oxirgi 2 yilda 8 ta milliy tabiat bog'i, 2 ta buyurtma qo'riqxonasi. In the past 2 years, Uzbekistan established 8 national nature parks, 2 private reserves, and 1 state reserve. According to 2019-2028 decision of the government on biodiversity conservation strategy, the goal was to protect 12% of the land, but we surpassed that by achieving a 14% increase. In recent years alone, 1 state reserve, 10 natural parks, 2 state sanctuaries, and 1 state biosphere reserve and 1 nature monument have been established in Uzbekistan. The conference highlighted key tasks for improvement, including radically enhancing the management system of protected areas through modern digital technologies. In addition, during the session, leaders of organizations and environmental scientists presented successful projects and examples of sustainability. We had a chance to talk with the documentalist. He stated the importance of the documentaries. Buni biz muhofaza ostiga olganmiz. Yil oldin
bu hududda Orol qum milliy tabiat bog'ini tashkil qildik. 3 yil muqaddam Aygachi landshaft buyurtma qo'riqxonasini tashkil qilganmiz. Bu hududlarda sayg'oqlar hozirgi kunda barqaror ravishda ko'payib bormoqda. Asosan buni ko'payishiga sabab o'sha hududda muhofaza choralari kuchaytirilganligi sababli bu hududlarda hayvonlar asta-sekinlik bilan ko'payib, Qozog'iston Respublikasidan o'tib kelishi birmuncha ko'paygan. Albatta bu ijobiy ta'sir ko'rsatyapti hayvonlar dunyosiga, bexilma-xillikning muhofazasiga, bexilma-xillikning oshishiga ko'p hissa qo'shmoqda. Ushbu bayram O'zbekistonda birinchi marta sayg'oqni asrash bo'yicha alyans tashabbusi bilan o'tkazilgan bo'lib, hozirda har yili an'anaviy tarzda nishonlanib kelinmoqda. Bu yil ham shu reja asosida Qoraqalpog'iston Respublikasida, Navoiy viloyatida, Toshkent viloyatlarida va bir qator viloyatlarda sayg'oqlarni himoya qilishga bag'ishlangan seminarlar tashkil qilindi. Fevral oyida ko'p 14 loyihasi doirasida biz Qozog'iston Respublikasi bilan anglashuv memorandumi imzoladik. Bunda biz va ko'paytirish. Zomin milliy tabiat bog'ida qorqoplonni necha yillardan beri o'sha hududda bor deyiladi. O'sha inspektorlar tomonidan ko'riladi, bir bosh, ikki bosh deb aytiladi, lekin aniq uchrashligini biz isbotlab bera olmayapmiz. O'shaning uchun hozir ularga biz 3 ta fotokopyon berildi. O'sha muhofaza choralarini ko'rilayotgan natijasida albatta o'rmon fondi yerlarda yildan yilga hayvonot dunyosi, o'simlik dunyosi asta-sekinlik bilan areali, sonlari ko'payib boryapti. 30 dona fotokopqon Zarafshon, Orolbo'yi milliy tabiat bog'lariga hamda o'rmon fondlariga topshirilgan. Ammo ularda hayvonlarni kuzatish uchun kunlab, oylab vaqt kerak bo'ladi. Bozorlarda sotilayotgan, hatto noqonuniy yo'l bilan olib qo'shni davlatlarga olib chiqib ketilayotgan toshbaqa ham ayni paytda kamayib bormoqda. Qashqadaryo viloyatida ham bir katta yuk mashinasida cho'l toshbaqasini olib ketayotganligi ushlandi. Bunga misol qarang, shuncha toshbaqani olib ketyapti. Bu kelajakda bu cho'l toshbaqasi O'zbekiston hududida uchramasligi mumkin. Buning oqibatida